Nafsda gapiga kiradigan bo'lsak 4 million, 3 million 800 deyishimiz kerak aslida. Unaqa yo'q. Unaqa yo'q. Obunachilar olib maza qilsin. Otangga rahmat. Yaxshi arzon berding desin. 3 million 600 ming so'mdan Samarqandgacha yetkazib beramiz. 3 million beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Hech pul xayr o'tib berasiz. Keling. Shundan biz aytgan momenti o'tib beramiz. 50 mingdan xayrini qilib beramiz. 100 mingdan qilaylik bo'pti, ko'p so'ranma. Hammasini olsa beraman. Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari va bizni muntazam kuzatib boruvchi obunachilar, barchalaringga xayrli kun bo'lsin deya biz video syomkamiz Namangan viloyat, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida boshlab turibmiz. Akalar bittadan like, sirsilat bosib turasiz, oxirigacha ko'rib turasiz. Bugunga chiroyli qilib narxlarni chiqarib yoritib beramiz. Akalar, bugun hafta kunini aytib o'tadigan bo'lsak, seshanba akalar 7-aprel. Biz Rustam akamizni mini qoralardamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Rustam aka, kimsiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Alloh tinchmi? Rahmat. Obunachilar qanday yangiliklar chiqamiz bugun? Nech partiya bugunga endi? Bizga 4 partiya obzor qilib beramiz, Xudo xolasa. 4 partiya. O'tkazib yubormasdan ko'rishsin, ma'nolik, arziydigan video bo'ladi. Arziydigan, chiroyli qilib. Narxlarni ham yengil qilib berasiz-da? Ha, Xudo xolasa. Kanalimizda yangilar akalar. Inshaalloh aynan sizlarga yoqadigan narxda chiqarib beramiz. Qayerdan keldi bular? Ular Jizzax Zomindan keldi. Jizzax Zomin. Qancha bo'ldi kelganiga? Ular kelganiga bu mashpartiya kelganiga 3 kun, 4 kun bo'ldi. Sinovdan o'tdi demak. Bular sinovdan o'tdi. Sinovdan o'tdi. Yeb ichlar hamma yo'q garantiya, ha bularda. Jo'lat garantiya. Qanaqa sovliq qo'chqor? Bu sovliq qo'chqor aralash bu. Aralash, ha? Qaysi biri ko'proq endi? Ichida 4 ta qo'chqori bor ichida. Ichida 4 ta qo'chqori bor. Mana sariqdan ham 3 ta bor ekan akalar. Bari soni 16 ta. Sonlari 16 ta jami, ha? Jami 16 ta ekan akalar mana. Mana bu. Bo'ybaslar nechaga beramiz bularni? Ha. Bo'yin endi buni haliga emas, material emas, o'lchab bermaymiz, lekin ishqibozni o'lchab ber desa o'lchab beraveramiz. O'lchab beraveramiz. 65 plyusda. 65 plyus. Mash kichkinasi ham 60 ta emas. 60 chiqadi. Akalar mana. Narxini bir eshitaylik, yo'qsa yengil qilib aytib bering-chi. Obunachilarga hammasini bir joyga olaman degan odamga 1 million 300 dan xayrini qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Hech pul xayr o'tib berasiz. Keling. Shundan biz aytgan momenti o'tib beramiz, 50 mingdan xayrini qilib beramiz. 100 mingdan qilaylik bo'pti, ko'p so'ranma. Hammasini olsa beraman, bo'pti, 32. Barakasini bersin akalar. 32 dan. Tanlab olishga qanaqa bo'lar ekan? Tanlab olishga 3,5 milliondan. 3,5 milliondan tanlab olishga. Minusi ham bo'ladi, kichikroq bo'lishi ham mumkin. Kichkina ham minusi bo'ladi. Men tanlab bersam 3 milliondan. 3 milliondan. Olgan odam tanlasa 3,5 milliondan. Akalar o'zlari tanlab bersalar 3 milliondan. Yo'qsa biz keyingi partiyaga o'tib turamiz akalar. Akalar mana ikkinchi partiyamizga o'ta ham go'zallaridan mana ko'rib turibsizlar, kashtanlaridan. Ko'ribsizlar, yengil akalar, pullar ham yengil, tayyor. Mana jullari ham agregat qo'yilgan. Olasiz, uyga borasiz, boqasiz bo'ldi akalar. Mana hamma yo'g'i tayyor akalar. Endi buni ma'lumotlarni olish boshladik. Bular sonlari nechta hozir? 22 ta Sardorbek. 22 ta. Qanaqa qo'chqor sovliq? Bular bari urg'ochi. Bari urg'ochi. Pulni ko'paytiradigan variant. Ko'paytiradigan akalar. Urg'och kamligida mana sizlarga hammasi urg'och akalar. Qo'chqorlar ko'p, lekin urg'ochilar sal kam bo'lib turibdi, kam yo'q. Bu yil avgustga mashinalar qochadi-da, Sardorbek. Qochaveradi bular, tayyor bo'larkan nimaga? Ha. Akalar. Bemalol tayyor bo'ladi. Endi bu narxini bir eshitaylik chiroyli qilib. Buni Sardor 3,5 34 emas. Hammasini bir joyga oladigan bo'lsa 3 million 300 ming so'mdan yetkazib qo'yaman dastavkasi. 3 million 300 mingdan. Ha. Yana xayrisi bor. Xayrisiga bir nima o'tib beraveramiz. O'tib berasiz-a? Biz o'sha qo'qoncha savdo qilaman doimo. 10 so'm aytib 10 so'm sotib o'rganganmiz. Haligi baland narx aytib turib qochirmaymiz. Buni davomi bor yana olib kelib, Xudo xolasa obunachilarga ma'qul keladigan qilib beramiz. Akalar, narxlari yengil bo'ldi. Shoshilib aloqaga chiqasiz. Mana aytib o'tildi, tayyor, agregat qilingan. Oborasiz, boqasiz bo'ldi. Orcha momosi yo'q. Vitaminlari inshaalloh hamma yo'q, tayyor. Shoshilib aloqa chiqinglar. Biz keyingi partiyamizga o'tamiz akalar. Akalar, mana 3-partiyamizga yirigidan haqiqat
Bular ham mana tayyor, yemga tayyor holatdan. Qo'chqor deganiga mana. Bularda hammasi qo'chqor. Bari qo'chqor, bular soni 30 ta Sardorbek. Sonlar 30 dona. 30 Bari dona. qo'chqor. Bular ham qaydan keldi bular ham? Bular Vohaniki Hisorizotdan. Hisorizotdan Vohaniki. Mana sariqlardan ozgina bor ekan. Akalar tanlaydiganlaridan. O'ta ham yangi. Yirik ekana narigilardan. Bular yirik ha. Yiriklardan ekan. Mana yiriklardan ekan. Akalar mana dumbarasizlarni ham hamma yo'q kelishgan. Oyoq qo'llari uzunlaridan akalar. Sonlarni 30 ta dedingiz a? 30 ta soni. Sonlar 30 dona. Yeb ichishlari necha garantiya beramiz? Yeb ichishiga Xudo xolasa bir hafta garantiyasini beraveramiz. Sinovdan o'tdi. Sinovdan o'tdi, bir hafta garantiya. Dastlabki xizmatini aytib o'tmaydi. Dastlabki Samarqandgacha. Samarqandgacha besplatni. Samarqandgacha besplatni yetkazib beramiz. U yog'igacha. Murosa qilaveramiz. Kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda o'rtada akalar. Mana ko'ribsizlar-ku. Yo'qsa buni ham bir narxini eshitaylik, obunachilar kuttirmaylik. Sardorbek bularni nafsida gapiga kiradigan bo'lsak 4 million, 3 million 800 deyishimiz kerak aslida. Unaqa yo'q. Unaqa yo'q. Obunachilar olib maza qilsin. Otangga rahmat. Yaxshi arzon berding desin. 3 million 600 ming so'mdan Samarqandgacha yetkazib beramiz. 3 million 600 dan. Barakasini bersin. Yana 30 tasiga ishqiboz bo'ldim. Hammasini oldim deyilsa yana hayrini qilib beraman. Yana hayrini. Biz aytgan bo'lmaydi, oluvchini aytgani bo'ladi. Inshaalloh akalar mana gap yo'q. Akamiz o'ta yengil qilib berdilar mana narxlarni. Buni maqtash kerak yo'q akalar. O'zi ko'rganda, bilganda ko'rinsa akalar bilasizlar. Buni bilgan biladi akalar. Dumbarazsiz mana bittasi mana olsa. Buni ayblari yo'q inshaalloh. Yo'q, Xudo xolasa oladi, boqishaveradi. Inshaalloh ana ayblari yo'q. Yemga tayyor. Bular akalar qurbonlikka bo'lmaydi-yu, lekin akalar bunaqa go'sht yo'nalishga o'ta zo'r bo'ladi bular. Go'sht yo'nalishga tavsiya qilsa olaveradi. Go'sht yo'nalishiga taklif qilaman, ha. Xudo xolasa 10 so'mni 20 so'm qiladigan varianti. Inshaalloh akalar. Biz keyingi partiyamizga o'tamiz yo'qsa. Mana akalar so'nggi partiyamizga to'g'liq qo'ziga o'tib qolgan variantidan. To'g'liq qo'zi emas, lekin to'g'liq qo'ziga o'tib qolgan ha bular. Ustam aka? Ha, bularni qo'zi bo'lib qolibdi o'zi. Ha, Xudo xolasa bularni bir 4-5 otarni ichidan terib olib keldik bularni. Akalar, mana dumbarazizlar mana. Ishqibozlariga Xudo Tashqanada xolasa. mana haqiqiy avtoxda yaltiraydiganidan ekan. Ularda hali agregat qilinmabdi, olib borib chiroyli qilib agregat qilaveramiz. Bemalol bo'ybaslari 70 plus minusga berilaveradi akalar. 70 plus 75 ham chiqaveradi xotirjam mayda. Ancha yirigidan-da akalar, lekin mana baquvvatidan ekan. Oyoq qo'llari ham hamma yo'g'i baquvvat. Qani? Mana uni misol mashinalar 75 plus ham chiqsa kerak. 75 ham chiqaveradi mana. Dumbarazsiz. Oyoq kengliklari, joylashuvlari hamma yo'g'i zo'r ekan akalar. Mana. Bular qayda aka? Rustam aka? Bular ham Vohaniki Hisorizotdan. Bular Vohaniki. Bular hammasi bitta partiya shekilli aka. Bular hammasi aytyapman, yo'q, bitta partiya emas. Buni bir 3-4 ta atarni ichidan terib olingan, yoqqanini. Tillab olingan. Ha, bular ichida bachkanasi, maydasi yo'q. Hammasi qo'chqor. Mana dumbasini qarang. Chiroylisidan. Bularni ham hammasi qo'chqor bular ham. Hammasi qo'chqor. Bular ham qo'chqor. Mana uni qarang. Oyoq qo'llari, joylashuvlari zo'r ekan akalar. Inshaalloh hammasi sog'lom qo'ylar. Sonlari nechta deding buni? Bular soni 39 ta. 39 ta bu. 39 ta ekan akalar. Mana uni o'zlaring ko'rib turibsizlar, baho beraverasizlar bemalol. Haqiqiy chiroylisidan. Simjullaridan akalar mana, simjul. Qo'ylarni qarang. Boqsa maza qilib boqaman degan obunachilarimizga. Xudo xolos Sardorbek mana shunaqa haligi ishqibozlarga taklif qilamiz mana shunaqalarni. Mana barazasini qarang. 39 taning ichida bir 4 dona chiqib qolsa mana shunaqasi qolgani bekor qolib ketadi. Mashlar zotga vaqt nima qilsa ham bo'ladi. Zotga taklif qilaman, olib boqishsin. Inshaalloh shalpan quloqlaridan. Ko'p mana qulog'i, tashti hammasini qulog'i butun ekan bu yerda. Tashti hammasini qulog'i butun ekan. Mana mash qo'chqorga nechi mana. Mana Simjun. Xudo xolasa liniyasi ham uzun, haqiqiy toza. Hozirdan ham o'zi badani ham ancha akalar, nima desam bo'ladi? Qarich yetmaydi bo'lib qolibdi o'zi badani ham. Buni gap cho'zmas yo'qsa bir narxini eshitaylik buni. Buni narxi Sardorbek ham kuymasin, kabob ham kuymasin inshaalloh. Yana haligi gapda, nafs gapiga kiradigan bo'lsa, bular 5 dan deyish kerak. 5 million, 48 yo'q. Ma'qul kelsa bir joyga 4,5 millionni yetkazib dastlabkasini qilib beraman. 4,5 dan. 4,5 dan hayrini qilib beraman. Hayrini.
Bizi obunachilarga, to'g'rimi? Obunachilarga, ha. Inshaalloh. Akalar biz aynan biz obunachilarga. El bilan bir xil bo'lmasa kerak, eldan ancha arzon bo'lishi kerak inshaalloh biz obunachilarimizga aka. Ancha arzon bo'ldi obunachilar. Mana buni endi videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadim, lekin haqiqiy qo'y yirik lekin. Mana qo'yni qarang, turishini. Videoda har xil ko'rinadi lekin. Videoni oxirigacha ko'rganlarga kattakon rahmat. Barchalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Bemalol kelib telefon qilsalaring, lakassani ham tashlab beriladi. Ustiga ko'rib tanlab olaman deganlarga ham tanlab olishga narx qanaqa bo'ladi uni? Tanlab olishga ham masalan 10 ta ichidan tanlab olaman deydigan bo'lsa 4.600.000 dan ketaveradi. 4.600.000 dan. Yana 100 ming so'm, 200 ming so'm plus minus. Plus minus. Munosabatlar maqsad sotish. Maqsad sotish. Yo'q. Otangga rahmat deb kommentariyaga chiroyli fikrlaringni yozib, akalar qarindosh gruppa bo'ladimi? Barcha gruppalarga tashab qo'yasiz akalar, siz sababli chiroyli bir mahalla vajga ega bo'lishadi akalar. Alloh rozi bo'lsin.